Katta oila uchun xonasi ko'p, hamyonbop. Mana shu uyimiz sotiladi. Manzil Bektemir tumani ilk ota katta ko'chaga atigi 100 metr chiqadigan lokatsiyada joylashgan. Narxi 140 ming. Mana shu uy egalarini raqamlariga qo'ng'iroq qilib, kelishib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Umumiy maydoni 2 sotik 6 ta xonadan iborat. Yozgi oshxonasi, zeleniy zonasi, tashqarida hojatxona qilingan. Podvalga tashqaridan tushamiz. Podvalga do'konturli kotel hamda issiq suv boyleri o'rnatilgan. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Atrofda maktab, bog'cha, hamma qulayliklar bor. Ana endi asosiy xonalar bilan tanishamiz. Kirganimizda hol keladi. Holda ham mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bu birinchi qavatdagi yotoqxonamiz. Bu birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Bu esa oshxonamiz. Bu mehmonxona. Mehmonxonadan orqa tomonga chiqsanglar bo'ladi. Havo aylanadi, hamma xonalarga quyosh nuri tushadi. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Mana shunaqa yorqin aboylar, yorqin rangli eshiklar qilingan. Mana bu bitta yotoqxonamiz. Oynasi orqa tomonga qaragan. Mana bu yerdan bitta kattalar yotoqxonasi joylashgan. Bu ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel, hamma aksessuarlar qo'yib beriladi. Bu esa bolalar yotoqxonasi. Mana bu yotoqxonamizdan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Balkonlari bor. Videoga like bosib, videoni uy qidirganlarga yuborib qo'yinglar. Rahmat.